bizda mashinalar hamma joydan arzonligini bilarmidingiz? Xuddi shunday mashinalarning bittasi bu shubhasiz Cobalt avtomat mashinasi bo'ladi. Bu videoni Cobalt so'ragan tanishlarga astagina jo'natib qo'yaveringizlar. Bu mashinamizni xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, mashinamiz absolyutni chiroyli holatda, bor yo'g'i mana shu yerda ozginagina petnosi bor. Qolgan joylari top-toza mashina. Mashinamizda salon holatlari ham ajoyib holatda turibdi. 3D toliklar, chexol, avtomat korobkada o'zini zavodskoy magnitofonlarida yurgani bor yo'g'i 63,000 kilometr. Atak 63,000 kilometrga qaraganda salonlari qirilib, chizilib ketmagan. Obshipka qismlari ham taniq holatda turibdi. Salonlari ham takoy приятный bo'lib turibdi. Bu mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Motor holatlari ham juda ham chiroyli holatda turibdi. Akkuratniy qilib propan gazlar ustanova qilib qo'yilgan. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Zapaska balonlari hattoki joyidan tushmagan. Mana zapaskasining holatlari. Xullas kalom, mashinamizda hech qanaqa ishi yo'q. Bemalol olib minaverasiz. Bunaqa chiroyli bo'lgan spoilerlargacha qo'yib qo'yilgan. Mashinamizni sizlar maza qilib haydashlaringiz uchun bu mashinani bor yo'g'i $1500 bilan kelasiz. Bir kun ichida o'zingizning nomingizga avtokat qilib beraman. Yo'q, men bu mashinani naqd pulga olaman deydigan bo'lsangiz, $10,800 deb belgilab qo'ydik va undan ham arzonroq qilib beramiz. Bizda mashinalarning har xil turlaridan bor. Bu mashinalar sizlarga ma'qul kelganda bilmay qolmasliklaringiz uchun albatta podpiska tugmasini bosib qo'yingizlar. Bizlarda hattoki Nexia 1, Damas, Spark xohlagan mashinangizdan bor.